bayramingiz sizga muntazir. Aziz mehmonlar, kelinglar qarsagimiz ostida 1A sinf o'quvchilarini sahnamizga taklif qilamiz. Mehridaryo ustozlar va bilimga chanqoq o'quvchilar. Bugun biz ushbu bilim dargohiga, Jonajon maktabimizga barchangizni quchoq ochib chorladik. Buning sababi bor albatta. Sababi kechagina maktabimizga ilk qadamini qo'ygan 1A sinf o'quvchilari o'zlarining eng ajoyib bayramini nishonlash arafasida. 4 oygina muqaddam bu o'quvchilar yuragida hayajon bilan maktabimiz ostonasini bosib o'tishdi. Bugun esa ular ancha bilimdon, alifbodagi barcha harflarni o'qish, yozishni, hisoblash ko'nikmalarini egalladilar. Shu sababdan bugungi tantanamizni Savodxonlik bayrami deb atadik. Bayramimizga xush kelibsiz, azizlar. So'z navbatini maktabimizning ruhiylik bo'yicha direktor o'rinbosari Gulbahor opaga va zavodchimiz Reshtikaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Bugungi Savodxonlik bayramiga xush kelibsiz. Mana bugun o'quvchilarimizning tayyorlagan sahnalik kurslari, bayramga arналган she'rlarni o'zlari yaxshilab atqarib berganimizni deb bilasiz. O'zlarini yerga tutib, oldimizda amal bo'lib yuraversin. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Bugun miniki maktabimizda ulkan bayram bo'l sebebi 1-klassimizdagi kishi g'ani haydam tashlab keldi edi. Bugun miniki alifbeni uylanib tamomlab o'tiribdi. Albatta bu harf uylanuv degan ulkan bu adam uchun miniki quvonchli bayram. O'sha bayramning nasibati mejina olib o'tirgan ekansiz qolaversam, miniki 2026 жаңа qutlug' yil bo'lsin. Табысlı жыл болсын, мол несібелі жыл болсын, Құдайым балаларымыз hamisha аман болсын, денсаулықтары зор болсын, ата-аналарының алдында аман болғайын әмесі, бір келешекте бір әмесі бір белгілі, ең кемінде ата-аналарына, елімізге, халқымызға қызмет ететіндей инсанлар болып жетісуін тілеп қаламын. Сонымен бірге, осы мінеки байрамға жақсы кайфиятта келген екенсіз, балаларымыз сондай жақсы таярлықларда келген екен, осы таярлықта келген hamma nomerlerini atqaruuna meni hozirgi bayramda ashiq deb hisoblayman, hamma kuyovli deb olib so'rab qolaman. Yana bir marta bayram qutlug' bo'lsin. Bugun katta tantana, Savodxonlik bayrami, doim bo'lsin an'ana, bilimdonlik bayrami. Bu bolalarimiz bir necha oy oldin qo'lidan tutib, bilimlar mamlakatiga olib kelgandik. Qani ko'raylikchi, bolajonlar qanday bilimlarni egallashibdi. Bolajonlar, aytingchi, bizning yo'limizni yoritgan ilk kitobimiz qaysi? Keling hammamiz birgalikda alifbe kitobini chaqiramiz. Shakar bolalar, bugun bayram tantana,
o'quvchilarini alifbe kitobi uchun taqdim etadi. Aydana, Tursunboy aka, Qahramon, Usmon, Yesinboy aka, Rayhon. Bugün sizge ko'rsataylik maktabning bor ma'nosini g'arib jamiyatchi alifbekdan. Sizlar qadrdan o'tdingsa alifbek kitobi ko'zga ko'rinmas bo'lsin choraklarga astag'fir. Ichga sig'mas quvonchim maktabdagi ma'lum ochdi alifbek kitobi oftob qolmay o'shasin. Alif kelayat olim xatta tishig'iga ona vatan mazmuni o'zin. Onaga shirin so'zi oftob bilan gulli yuzi bilmaysizmi bolalar qani alifbek o'zi. Kitoblarning bobosi, yo'l boshlovchi donosi, har rektorimizga tayyorlash muddosi. Ilm istahtobi, bu alifbek kitobi. Aziz bolajonlar, mendan nimalar o'rgandinglar? Sevinch Fayzbek. Havada salamli, dıştan kalanlı, sözüstü eşyekti kuzesti. Elin yağayıp neyine uluğ bulgan avtaptın, vatanlıyım kitaplarını, aziz bulgan kitabını. Böyle eğitili oklar, fan bilimge çapoklar, minnetdorman sizlerden, baxtli o'g'il qizlardan. Buyuk boy Lola alifbo qo'shig'i Yanbayga o'quvchilar ijrosida. Altyazı
ostar so'z. O'quvchilar alifbo harfiga oid she'rlarni aytishadi. Adam boshlar alifbo bo'lingiz doim a'lo. Liderman, unutmang bo'lingiz doim dono. Bolalarga bosh bo'lar, sizlarga yo'ldosh bo'lar. Bahra borno botilni yozganda yo'ldosh bo'lar. Undoshman bir o'rtoq, dono so'zga sol quloq. Nodon do'stlardan bilsang, dono dushman yaxshiroq. Dija ikki onamni edima meni ko'rib ehtiyot bo'ling ko'rib ekranda ekin akam ertak so'zlar tilakkan. Rahman men o'zim faxrlar har bir so'z Farida Ruhaj Farhod mendan boshlar faqat. Sizlar arab nasrlar tilabdan yaqin o'sida yasaydi dastar. Sama hayran bo'lmanglar, yo'lni to'sib turmanglar. Handalak bir qo'limda, hamroh qo'ling yo'limda. Ilmga intil izlan, izlashga topgin imkon. Harfman istagin, ibratli bo'lgin inson. Jamoatda bo'lmasa bu alim akan, hayot bo'lmasa go'zal bu qadar. Gam ko'rsak yadamiz, katta bo'lsak o'zamiz. Kattada alag'urvat keladi vaqt sodir. Layli lafozda qalin ushal bor, o'yin o'da aylanmay bo'lib qudar qadrdon. Ma'rifman mag'rurman, baxtavom tushgan sizga mard maydonda sinalar mehnatda manzur etgan. Aile şer iken, asmanda içer iken, ağıl dağda asılda, aslan renk bulsun taze. Pakta, sen bilen tılsım ama, kim kiçer yar, senden bulan bilmem. Adı Kasım dost, Ağuran milletler, Kordoba yaşarken bundan sonra yer ısıttırayımız, resim sözünü yazarımız, resim oy. Rana yapmışsa da dana kıyılır. Varrak sözüm yoldursuz, başka vatmalı, yolcun kekeme galı. Hatta hadiler mene, yardım tatlı baktana, kola kana, kola harf nenne bulacağım. Yol bastı, yoluksun yoldu yoktur. Zergücler altına, bilesiz atına, zuhra tekrar zakodan,
davom eta olasiz. Chala chana chungur, chunum mali chaladi. Ish yaqinda bulbul o'ynaganga keladi. Shuning bilan harflar kalomi bitdi. Sizga aytar dilkash salomi bitdi. Ular bilan do'st bo'lsangiz albatta qoldirmaydi harflar sizni g'aflatda. Endi o'quvchilar ijrosida alifbe qo'shig'ini tinglaymiz.
qizlarda. Matematikadan nimaligida? Bolajonlar, matematika kitobimizga yod olgan sonlarimizni aytib beramiz. Rahmat. Tartib bilan chiqqanim, meni dala bilsam, yosh kimni yam-yam qotib qolsa. Ikki dishlar meni, onada yedim derki, o'rtoq men bilan bo'lmagani dastkon solgan sen quloq. Kaminani dillari uch, birlashganda doim kuch, uch og'ayni botirlar, har bir ishga qodirlar. Meni tejak soat, ishonmasan yozib qo'y, yozgan juda tayoqcha, pastda so'na oyoqcha. İstila atımdı. Alatçı kolama hamdana, barakala azamat, atanenga rahmat. Beş şaniga ağaman, uçta katta tağaman. Adasib yolmayım, orta karnım zinday dumalım. Neçe yetti Salman, hazinalar kanman, bir de vardır bir bak, sizi yazma ortam. Teşekkür, kokul yollar bilseniz, yolun şiirlemesin Men 90 bilursiz, yol qassangiz 90 8 mingga ini yodingga tutdim buni. O'quvchilar ijrosida shakllar rassi.
Bugün bayram raqsi. Bugün bayram, bugün to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugün bayram, bugün to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Mahalla ko'y, bugün bayram, bugün to'y. Bugün bayram, bugün to'y, bugün bayram, bugün to'y. Bizga meros an'ana, har go'shada tantana. Bizga meros an'ana, har go'shada tantana. Yurtni jo'shib kuylasam, kuylagim kelar yana. Bugün bayram, bugün to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugün bayram, bugün to'y, bugün bayram, bugün to'y. Yaxshi o'y, bugün bayram, bugün to'y, bugün bayram, bugün to'y. Bugün bayram, bugün to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugün bayram, bugün to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Yaqindir mahalla ko'y, bugün bayram, bugün to'yda, bugün bayram, bugün to'y. Vatan inson uchun muqaddas. Hech bir narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan tuyg'udir. Vatan muqaddas makon. Uni himoya qilish, dushmanlardan arzish har bir inson uchun ham farz, ham farz. O'quvchilarimiz vatanga bo'lgan muhabbatlarini o'z she'rlarida ifodalaydi. Bu atlatsın, çiçek atgan yüzümge, nalan gülüp atgansın, yüzüm bas yüzümge. Singlim deyman, anam deyman, hamdardi ruhanam deyman, oftobdanam, o'zing mehrliligim saqlatanam. Sen nasıl saksan, bağımdaki asıkken, navaş sofrada, saksan duvarken, iyi oluyor, açılıyor, oluyor. Timur Malik orqasida sevdalarga sakragan, muhaddasa qora chiqib, balolarga tashlagan, shohlarni ko'mir topar, cho'lg'imdan bakarim.
orqali ifodalaydi. Aydana, Usmon, Suhbat, Jasmin. Jasmin. Bu olamda Xudoy jon qo'yar ustozga ta'zim. School after work, go on, 1, 2, 3, teaching me, raising one, shiny easy, 2 promise marathon, but what is an agent, making someone so good, say listen, show the kid, this is what you want to say, tell the one education, come about your taking say hard in a regulation, nobody wants to station, you are the motivation, you are the energy, the sound of my face is everything, that's all to worship, moving and in time every day, we know the one
Oyi, Oyisingiz pishirib bering. Men o'rtog'imning tug'ilgan kunini kech qolyapman. Biroz mazali edi. aka. Aka, o'zingiz pishirib yeng. O'g'illar ham ovqat pishiradimi? O'g'il bilan mazza qilib o'ynab o'tiradi. Qizlar ovqat pishiradi. Telefonim. Oyi, telefonim bo'lganini ko'rdingizmi? Bolam, tuzasam tuzatib beraman. Men ketdim, ustaga borib kelaman. Endi biz chiqamiz. Hozirga sizni imlab ketaman. O'zimda o'ylayman. Bolangiz sizni yashab ko'rsin, qadriga yetsin. Yo'q, men borolmayman. Uyda ishlar ko'p. Bolalar mensiz qiynab qolishadi. Hozir akam keladi. Qochib ketdi. Oyim shuncha ishni qanday qilar ekan? Oyim qanili? Oyim kasalxonaga tushdilar. Bizlar ertalab qaramabmiz, e'tibor ham bermabmiz. Voy siz, telefonim chinishga qaramabmanu. Oyi, yaxshi bo'ldingizmi? Meni kechiring. Har bir onasi o'z farzandiga kechiradi. Meni ham kechiring. Albatta. Analarimiz farzandilar qadriga yetaylik.
Hozir yangi yil bayrami deyapsan. Yangi yil bayramida mehmon bo'lib kim keladi? Qorboboni chaqiramizmi? Qani, chaqiramiz. Ülkelerden geldiniz. Soğuk ülkelerden geldin. Assalamu alaikum. Balalar. Balalar, geldiniz. Hoş geldiniz. Var mı mücadele? Qani Qorboboga o'zlarimiz yod olgan she'rlarimizni aytib beramizmi? Doston kel. Rahim. Shuhrat. Imona. Xurshid. Shahzoda. Yali barne kogarcha zarur majolar taqib yasaysiz. Harom xonning bilan keling bizning bayramga. Qoldangiz salom keltiring. Kecha kullashib otam menga alaga. Elini choqlab Kecil kelishib otam menga alaga. Elini choqlab Tonada. Yangi bayramida Qorboboning kutamiz. Kitaga zakat o'tkazamiz. To'rt fasllar aylanib, qish keldi yastanib, zamin oppoq o'ramda, yumshoq ro'mollamda. Qish qo'ynida muz bilan, qorda qolgan iz bilan, Qorbobo qorqiz bilan kirib kelsin yangi yil. Chaling hamma-hammani, bezataylik achana, o'ynab kuling bolalar, kengroq olib davrani. Acha jon acha, yaproqlaring unacha, atrofingda aylanib, qo'shiq aytib unacha. Qorbobom oppoq, peshonasi yolpoq, hassa so'zi choq, ko'proq mening o'yinchoq. O'zlarimiz tayyorlab kelgan o'yinimizni ko'rsatamiz. Стали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет. А чего душа поет?
учиться, в Новый год все может приключиться. Пусть никто не будет одинок в этот Новый год. Bayramimiz bugun 1-A sinfning bayramimizni yakunlash arafasida endi so'z navbatini maktabimiz ma'naviyat va matematik ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Gulbahor opa va Zulfiyaga beramiz. Keling Gulbahor. Ата-аналар, aziz o'quvchilar, bugungi mектебimizde 1-A klassında сауатханлық байрамы болып өтіп отырған екен, һәм сонымен бірге 2026 жаңа жылға арналған арша байрамында өткеріліп жатырыпты. Осы байрамға таярланып келген 1-А класс оқушыларымыздың әлбетте менге жақсы таярлықтармен келген аяқ қоюлары, қосықтары, тақмақларын бәрін тамашалады. Әлбетте бұл әммесі балаларымыздың бүгінгі қуанышты байрамына таярланып келген сондай жақсы кейфиятта өткерілді. Бұл байрамды өткерген һәм оқушыларымызда оқуды, жазуды үйреткен, харіпті үйреткен ұстазы Тілегенова Манзураға рахмет айтамыз. Тілегенова Манзура жұмыстарына табыстар тілеймін. Сонымен бірге сол оқушылары әмеше жетіскерліктері көп болсын. Сол жетіскерліктерінің арқасында 1-ші мектебіміздің қалесе район көлемінде, республика көлемінде 1-ші орындарында жүре беруін тілеп қаламын. Әлбетте неге ата-аналарымыз балаларының қуанышы үшін жиналып отырған екен, осы балаларының қуанышы шексіз болсын. Әмеше осы балалардың жетіскерліктерін көріп, жақсы күндерін көріп, тойларын, сондай байрамларын көріп, Құда қаласа ертең осы мектептің осы сахнадан алтын медаль алып, жоғарғы оқу орындарына кіргендерін де біргелікте байрамлап отыруын есеп етуін тілеп қаламын. Және бір мәрте байрам құтлы болсын. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ustozlar, aziz o'quvchilar. Mene bugun 1-A sinfida savodxonlik bayrami o'tkazilyapti. Bu bayram bilan barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. Kirib kelayotgan yangi yil hammangizga tinchlik, osoyishtalik, o'quvchilarning o'quvlarda 5-4 baholarga o'qishlarini tilab qolaman. Rahmat aytaman barchangizga. Bayram münasebeti menен sonымен birgelikte осы менен кеше ғана әліппені қолына алып, әріпті үйренгені менен жақсы жетіскерліктері үшін һәм ең үлгілі мінез құлқы үшін мектебіміздің фахри ярлығы таярланды. Сол фахри ярлықты беруге рұқсат беруіңізді сұранамын. Фахри ярлық беріледі әліппені түгәткенлігі мünасабаты білен Еминбаев Абрарбекті құттықтаймыз. Еминбаев Абрарбек. Сонымен бірге осы фахри ярлық беріледі әліппені түгәткенлігі мünасабатымен Тура Мұратов Рахманбек. Har yurakda charog'lanlar, orzular, qo'ng'iroq sharanglaydi, shodlik bilan tong ochar. Сонымен бірге мінекей 1-A класс оқушысы беріледі фахри ярлық Есенбаев Фарухбек. Есенбаев Фарухбек.
Birinchi A sinf o'quvchisi Maqsud Dastanbek. Maqsud Dastanbek. Maqsud Dastanbekni tabriklaymiz. Faxriy Belgradda olimpiadani tugatganligi munosabati bilan Zairova Nurhayotga. Nurhayot. Zairova Nurhayot. Faxriy Belgradda birinchi A sinf o'quvchisi Yavgaz Suhrovga.
o'quvchilarga, ota-onalarga rahmat. Maktabimizning musiqa ustozi Gulzor opa bilan Mansur akaga ham ayricha rahmat. Hamma ota-onalarga rahmat. Farzandlaringiz oldingizda sog', omon bo'lsin. Kelajakda Xudoyim shular katta institutlarda, oliy o'quv yurtida o'qib, boshliq bo'lsin, prezident bo'lsin. Xudoyim yaxshi kasblarning egasi bo'lsin. Shu farzandlarimizning rohatini ota-onalar bilan birgalikda ko'rib jurarlik nasib etsin. Hammangizga rahmat, e'tibor uchun.